80 bor-ku. 80 qo'yamiz. Ha, 80 qo'yamiz. Polni ochamiz. Ne 80 qo'yamiz, bilasizmi aka? O'zgargan bu narsa? Yo'q. Bundan hozir bitta quyib yuboramiz, aka, 98 bo'ladi. Yo'q, aktan emas bu. Prisetka-da bu. 98 qilib beradi. Sportivniy. Mana shu 50 ming so'm. 30 litrga 98 qilib beradi. Mana turbina ham quyib yursa bo'ladi-da bundan keyin. Mana aka, men qo'rqmay quyib yuribman mashinaga. Benzinning narxini bilmayman ham bor-ku. Benzin 8800 degan. Elektromobilda yurardim-da, aka, men endi bunaqa yuribman. Yangi ochdingiz-ku, to'g'rimi? Plombalari bor. Bu narsachi benzin narxini tushirib bermaydi-da, aka. Bu benzin narxini arzon qilib bermaydi. Viloyatda, oblastda akalarning turbina mashinalariga qiynalishadi-yu. O'shanga bu, aka. Mana aka, yaxshilab ko'rib oling. Hyperfuel telefon nomerligini ham qoldiraman. Zakaz sizdan olib kelib berishadi.